overall'ni topishim kerak. Overall birinchi o'rinni ko'rsanglar, erkaklar ayollardan ko'ra har bitta guruhda ko'proq nima qilgan? Iste'mol qilgan. Endi mana bu yerga yozamiz overall'ni plani. Xo'p, men har doim womendan ko'proq. Birinchisi. Xo'p, yaxshi. Ikkinchisi, ko'rayotgan bo'lsanglar, yoshga qarab o'syapti va mana bu yerda pikiga chiqdi. Endi adulthooddan keyin qarigan sari, demak, salt intake kamayadi. Okay. Buni ham yozamiz endi. Mana bu yerda nima desa bo'ladi? Childhooddan to early adulthoodga adulthood o'sish bo'lyapti. Increased, senior years decreased. Yosh o'tgan sari demak nima bo'lyapti endi? Senior year tushyapti. Xo'p, endi yana bitta ko'zga yaqqol ko'rinadigan holat bu. Mana bu yerda bolachalar demak recommendeddan kamroq. Qolgan hamma yoshdagi ayollar va erkaklar recommend qilingandan ko'proq iste'mol qilishyapti. Ayniqsa erkaklar ko'ryapsizlar, lekin bolachalar emas. Xo'p, demak yozamiz except children yoki youngest age group deymiz. Adults qolganlar o'zbekchani yozib olsalar bo'lar. Qolganlar exceeded oshirib olishgan. Va mana yana bitta narsa meni hayratda qoldiradi. Ayollarda stabilniy ekan mana bu yerda. Demak, women hovered close to recommended limitga ayollar yaqin turibdi mana. Erkaklar ko'proq. Xo'p, demak overall topdimmi? Overall nima bo'lyapti? Men ayollardan ko'ra ko'proq iste'mol qilyapti. Childhooddan early adulthoodgacha increase, senior yearslarda decline bo'lyapti. Except the youngest age group, qolganlar exceeded the limit. Women however close to recommended limit yoki benchmark ham zo'r chiqadi. Benchmark